Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli O'zbekiston xalqi. Men Ravshan Hamjanovich, Shahzod Uzoqov, ya'ni gol taxallusi bilan tanilgan MMA aralash jang san'at ustasi sportchimiz, advokat hisoblanaman. Hozir shu kunga qadar O'zbekistonimizda dolzarb mavzu bo'lib kelgan, ya'ni gold mavzusi bo'yicha bir bayonot bermoqchiman. Goldni shu kunga qadar barcha tergov va sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va nihoyasiga ko'ra gold o'zi qilgan qilmishlari bilan aybli deb topilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni o'tab chiqquniga qadar aziz muxlislar, O'zbekiston xalqi, goldni muxlisi bo'lib qola olasizmi? Unaqa emas. O'zbekistonni yuragiga podpisatsiya bo'lganmiz-ku biz. Dushuni va dushu. Sotilganlar otilmadi, otilganlar sotilmadi, ona. O'zbekiston alhamdulillah, mana alhamdulillah ozodlikka chiqib oldik. Onamga bu safar gul olib kelmadim. Onamning o'zlari gul bo'lib turibdilar. Onamning mana degan gullar uyaladi. Men sizlarning podishkalaringizni, har birlaringizni podishkalaringizni eshitdim va ko'rdim va sezib kelyapman. Sizlarga rahmat, kattakon. Sizlar bilan hali inshaalloh butun dunyoga O'zbekistonning bayrog'ini, O'zbekistonning nomini eshitgan payti badanni bijillatayotgan qilamiz inshaalloh. Dostoyniy mujiki demayman. Dostoyniy mujiklik qila olmadik. Dostoyniy mujiklik bo'layotganimizda onamizdan ko'z yosh chiqmasligi kerak edi. Порядочный mujik bo'lamiz bundan keyin. Davay mujiki.